Uyg'urlar ichida Molla Sodiq Alam Og'uning nomi mashhur Muhammad Sodiq Qashqari milodiy 1725-yili Qashqar shahrida Molla Shoh Alam Og'uning ismli bir diniy mo'tabar oilasida dunyoga kelgan. O aynı zamanda Qashqar ma'rifida shuhrat qozongan mashhur madrasalarning biri Madrasa Hamidiyada Arab va Paris tillari bo'yicha til, hisob, adabiyot, tarix, coğrafya va diniy bilimlarni mukammal o'rganib, o'z zamonasining ko'zga ko'ringan ilm ahllaridan bo'lib yetishgan. Keyin Qashqar xonliq madrasasining mudarrisligini ustiga elib, yosh avlodlarni tarbiyalagan va texmi cho'nqirlab ilmiy muhokama, tadqiqot ishlariga kirishgan. Muhammad Sodiq Qashqari Tazkirai Azizon, Hocalar Tazkirasi, Zubdatul Masail, Tanlangan Meseleler, Tazkirai Ashabul Kaf, Ashabul Kaf Tazkirasi, Tarihi İskender ve Tacname-i Şahi, İskender Tarihi ve Şahlık Tacisi, Adabus Salihin, yaxshi kishilarning adab axloqlari, Qiyofatul Bashar, insonlarning qiyofat turqi, Risala-i Kasbdor, Hunarvan Kasblar Risolasi qatorliq asarlarni yozgan va Tercüme-i Tarihi Tabri, Tercüme-i Tarihi Rashidi qatorliq kitoblarni Parischadan Uyg'urchaga tarjima qilgan. Muhammad Sodiq Qashqari aynı zamanның yetilgan tilshunosi bo'lib, Uyg'ur tarix adabiyot ilmiga zo'r töhfa qo'shgan mutafakkirlarning biri edi. O milodiy 1849-yili 124 yoshida Qashqardagi bir siyosiy to'polonda fojialik holda qazo topgan. Uning jasadi Ahmazor mashhur olim, mutafakkir Yusuf Xas Hacib mazırı oldidagi zaratgohga dafn qilingan. Olimning Tazkirai Azizon nomli asri aynı zamanda Qashqar hukmronlaridan Mirzo Osman Begning onasi Rahima Og'ichining tashabbusi bilan yozilgan. Asarda milodiy 15-asrning boshlaridan 18-asrning keyingi yarmigacha Hocalarning Tarim Vadisi ve Qumul rayonida ilib borgan faoliyatlari, Hoca Hidoyatulloh, yani Abba Hocaning Jo'ng'ar xonligi bilan birlashib Saidiya xonligini og'dirib, o'z hukmronligini tiklaganligi, Abba Hoca avlodlari bilan Hoca Isoq Vali avlodlari va Jo'ng'ar xonligi o'rtasida yuz bergan jangi jidallar ve facialik qirg'inchiliklarga aloqador tarixiy voqealar aniq, ixcham bayon qilingan. Voqealiklarning salbiy taraflari xeyli keskin tanqid qilinib, avtor tarafidan taqrizlar berilgan. Tasavvufga moyil bo'lgan bu asarda Sharqiy Turkistonning 15-asrdan toki 18-asrning oxirigacha bo'lgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ahvolini tadqiq qilishga kerakli qimmatli materiallar bor. Molla Sodiq Alamning yana bir mangulik to'hfasi Hazrati Mollam mazirining dal Qarxoniylarning xonzodasi Mahmud ibn Husayn Koshig'ari ekanligini uchuq isbotlaydigan hujjatni o'z qo'li bilan yezib qoldirganligi edi. 1982-yili ve 1983-yilidan boshlangan ulug' olim Mahmud Qashqarining shahona asri Divanu Lug'ati Turkning hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilinish va uning qabrgohini izlash ilmiy tadqiqot faoliyati jarayonida el ichidagi kitob saqlovchilar va ilmiy tadqiqotchilar izlab topgan avtorning Masnavi Sherif Parisi degan asridagi vaqfinoma keng Uyg'ur jamoatiga olim Molla Sodiq Alamning naqadar buyuk olim, ulamo ekanligini va ulamoliq salobitini qayta namoyon qilib, uning unutilib ketay degan
qutluk nomi el ichida yana bir qitim tilga ilindi. 1982 yılı kuzda İbrahim Muti ve Mirsulton Osmonovlar Opalda turishliq Hazreti Molla mazrining dal büyük türkolog olim ve selishtirma tilshunoslikning otasi bo'lgan Mahmud Koshig'ariyning mazri ekanligini qandoq isbotlash haqida turli tekshirish xizmatini boshlagan. 1983 yılı 6 yanvardagi ciddi murojaat yig'inidan keyinla ayni chog'dagi Qashqar xalqining yetuk allamisi Emir Hüseyin Qazajim o'z qo'lida saqlayotgan Masnaviy Sherif nomli kitobni ularga taqdim qilgan. Mazkur kitob dal shu chog'dan 150 yil burun qazo qilgan Molla Sodiq Alam Oxunimning Hazreti Molla mazriga vaqf qilgan tavarruk kitobi edi. Bu kitobga u o'z qo'li bilan yozib qo'ygan vaqfnomi hujjati mazkur mazarning ulug' olim Mahmud Koshig'ariyning mazri ekanligini isbotlaydigan birdan bir eng muhim ishonchlik manbaga aylangan edi. Bu muhim manbani Emir Hüseyin Qozi Hojimning dadisi, ya'ni Mahmud Koshig'ariyning 34-avlodi Qutlug' Hoji Shavqi 1936 yılı bir asr burunqi Qashqar shar'iy mahkamasining qozisi danliq olim Molla Sodiq Alam Oxunim tarafidan yezib qoldirilgan Mahmud Qashqari mazriga vaqf qilgan kitob va shu haqdagi tarixiy hujjatni tepib saqlagan edi. U 1937 yılı Jallod Shingsay tarafidan qatl qilinib, Türkiy tillar divonining sap Uyg'urcha tarjimasi qatorliq bebaho kitoblari ko'ydirib tashlanganda o'zining oila nasabnomasi va mushu qimmatli kitob uning o'g'li Emir Hüseyin Qozi Hojim tarafidan yoshirincha saqlab qo'yilgan. Muhammad Sodiq Qashqari tarafidan yezib qoldirilgan bu tarixiy hujjat, ya'ni mashhur vaqfnomining e'lon qilinishi bilan Opal diyoridagi Hazreti Molla mazrining dal ulug' olim Mahmud Koshig'ariyning qabrgohi ekanligi Molla Sodiq Alamning hurmat e'tibori bilan talash tartishsiz holda isbotlangan bo'lsa, yana bir tarafdan mashhur olim Molla Sodiq Alamning shak shubhasiz Uyg'urlarning obidi xarakterlik olim o'lima ekanligi zamonimiz kishilari orasida namoyon bo'lib, uning asarlari, xat putuklari tariximizning tavranmas haqiqati uchun qimmatli paketlarni qoldirib ketgan.